Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Kecha o'quvdagi naborlar kelgan. O'quvdagi naborlarimni kecha istoriyaga qo'ymoqchi edim. Qo'yishga vaqt bo'lmasdan kech bo'lib ketdi. Mana bugun endi hozir shu mahsulotlar bilan tanishtirmoqchiman. Shu mahsulotlar bilan tanishtirganman vaqtida именно чувствительный yuzlarga, yuzida aknesi bor yuzlarga, yuzida kupirozi bor yuzlarga rosayam nimasi yaxshi buni. Buning ichida pantenoli bor, vitamin C'si bor, niasinamidi bor bu gel. Hamma gelni ichida bu mahsulotlar yo'q, lekin bu gelni ichida bor. Shu gelni o'zi akneli yuzlarni, problemli yuzlarni bir haftani o'zida davolab beradi. Bir martada effektini sezasiz. Yuzingizni oppoq qilib oqartirib beradi. Bu gel. Gyaluronkali kremimiz kelgan. Ispaniya firmaniki. Gyaluronka bu quruq yuzlarga, yuzni namlantirib, tinchlantirib, именно kupirozga ham zo'r, qurib ketgan yuzlarga, quruq yuzlar uchun bu. Zo'r qilib davolab beradi. Agar ikkalasini birga ishlatsangiz, вообще effektini zo'r sezasiz. Xitoy emas, Koreya emas, Ispaniya firmaniki. CC'ni biladi, Sabay firmanikini. Har doim olib kelaman, olib kelib qo'yaman. Sabay firmani CC kremlari keldi, tonalkasi. Qolmagan edi, o'sha bitta qo'ygan edi, yana 10 ta zakaz qildim. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilinglar direktdan. Exosoma, yana o'sha Exosoma. Exosomani olib yurganlar biladi, olib yurgan klientkalarim biladi. Exosoma hamma klientkalarni bir joyga jamlab, joyida momentida momentalni effekt beradigan meza bu. Til ojiz. Buni effektiga til ojiz. Chunki o'sha meza kirgan zahoti teringiz yartillab tortishni boshlaydi. Bu mezalardan ham keldi. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Kuninglar yaxshi o'tsin.